Ana, yondi. Bugun dadalarimiz bizni to'yimizni hal qilish uchun birinchi marta ko'rishadi. Ishqilib qolmasa yaxshi bo'lsin-da. Nega unaqa deyapsan? Dadam jahllari yomon. Chunki men dadam kapitan. Nima bo'pti? Meni ham dadam kapitan. Ana, kelishdi. Gaplashishadi. Nima bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi. Salom. Tushunishimcha sizni qizingiz meni o'g'limni yaxshi ko'rib qopti. Siz o'g'lingiz meni qizimni yaxshi ko'rib qopti. Sekin borib darvozang oldida imo ishora qilsam otang bilmasmikan? Axir odatda bizda kattalarga katta hurmat, lavozimi kapitan ekan. O'rtoq kapitan. Aya botirmaydilar. Bachkana hazil huzulni yoqtirmaydilar. Biz ham bitta kapitanni erkatoyimiz, o'xshar ekan lavozimimiz. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan, jonudilida vatan, xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan, faxrlanib yuraman. Mana dadam kapitan, men ham kunga kelib kapitan bo'laman. Kechirasiz. Biz siz bilan kelisha olmadik. Yaxshi qoling. Xotin, onasi bu uyda men aytganim bo'ladi, tushundingmi? Da. To'y bo'lmaydi. Bu nima deganingiz? Yo'q, dedim. Qanaqa savol, joyda javobini ol. Baqir chaqir kerakmas, aniq lo'nda bo'ldi bas. Bunaqa voqealarni kinolarda ko'rsatadi. Hamma joyni o'zini kapitani bo'ladi. Aya botirmaydilar. Bachkana hazil huzulni yoqtirmaydilar. Ikkalamiz birga bo'lsak baxtli bo'lamiz. Rozi bo'lsa ota-onamiz. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan, jonudilida vatan, xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan, faxrlanib yuraman. Mana dadam kapitan, men ham kunga kelib kapitan bo'laman. Uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan, jonudilida vatan, xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan, faxrlanib yuraman. Mana dadam kapitan, men ham kunga kelib kapitan bo'laman. O'shanda men sizni xafa qilib qo'ymadim. Yo'q, men sizni xafa qilgan edim. Men sizni xafa qilib Kechirasiz. qo'ydim. Men uzr so'rayman. Yo'q. Men Xo'p. Amin ilohomin. Amin. Ishni pishirish mana bunaqa bo'ladi. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Amin. Salomat bo'ling o'g'il. Shuni qishig'i bilmayaptim. Hammasi zo'r bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Bizni dadalarimiz uyda kapitan bo'lishsa ham, lekin onalarimiz general. General.